ortiqcha men YouTube, Instagram, TikToklar hammasini o'chirib tashladim, o'rtoq. Karyera qurmoqchiman. Uyimda chumol yo'q. Yanami? Yo'q, qara, men dars qilmoqchi bo'laman, to'g'rimi? O'tiraman, birorta ish qilaman deb o'tirsam, shunday Instagram ochaman deb bo'ldi, shu kirib ketaman, shu 2 soatcha qolmayman shu Instagramda. Reels ko'rib o'tiraman jinniga o'xshab. Chumol yo'qmi o'sha? Yo'q, qara, Instagram, TikTok, YouTube o'sha aytgan narsalaring bular vaqtni o'ldiradigan narsalar emas. Bular shunchaki vaqtingni o'ldirish uchun instrumentlar. Tushunsan, a? Sen bularsiz ham vaqtingni boshqa narsa bilan o'ldirib olasan baribir. Qara, boshqacha qilib tushuntiraman. Hozir odamlar, bolalar shu sotsial mediyada o'zini vaqtini o'ldiradi. 20 yil oldin qanaqa bo'lgan? Karasivda ko'rishgan yoki ko'chada futbol o'ynab vaqtini o'ldirishgan. Undan ham oldinroq, shunchaki dalada yotib, osmonga qarab xayol surib vaqtini o'ldirishgan. O'shaning uchun men aytmoqchimanki, bu problema sotsial mediyada emas, problema seni o'zingda. Ya, to'g'ri, aqlli gapga o'xshagan bo'lishi mumkin, tushunmadim. No, aqlliga o'xshadi. Bilin, o'rtoq, men yomonlik tila olsam, o'rtoq, o'qiganim yaxshi emasmi, o'chirib tashlayman. Yo'q, qara, ertaga ekzamen mana. O'chirib tashlabsan. Taylandingmi yo'qmi? Ya, lekin kecha anaqa qila olmadim, Tayland olmadim afsus. Yo'q, ko'rdingmi? Nima qilding? Chumol urishtirdim.